Malol Erkin A'zam va u kishi mansub bo'lgan avlodlarni shunchaki ustozlar emas, balki ustozlar ustozi deyishimiz mumkin. Ustozlar haqida so'z borganda Termiz davlat universitetining musiqa kafedrasining ustozi, Surxondaryodagi san'atkorlarning ko'piga ustoz bo'lgan taniqli hofiz ijrosida Abdurahim aka Tursunovning ijodiga mansub bo'lgan, qalamiga mansub bo'lgan ustozga degan bir qo'shiqni ham eshitsak, nima deysizlar? Min aferin siz murabbi ustozga min tasanno min aferin siz murabbi ustozga eli yurtim taqsin aytiray siz murabbi ustozga eli yurtim taqsin aytiray siz murabbi ustozga tarixingiz qilsam so'roq Termiziylar sunmas chiroq ilm ahli taqsin aytiray siz murabbi ustozga ilm ahli taqsin aytiray siz murabbi ustozga Temuriga sarkardasiz Navoiyga sarpardasiz yurt boshimiz taqsin aytiray siz murabbi ustozga yurt boshimiz taqsin aytiray siz murabbi ustozga Ustozimiz jurholar shogirdlari ma'murjonlar Kamoliddin ortiqjonlar Rahmatjon Mahmudjonlar barcha san'at ahliga san'at sirin o'rgatdingiz san'at ahli taqsin aytiray siz murabbi ustozga yurt boshimiz taqsin aytiray siz murabbi ustozga el yurtim taqsin aytiray siz murabbi ustozga siz murabbi ustozga siz murabbi ustozga